Bular bunaqa bo'lish yaramaydi, fe'l ilgari keng tutish kerak. Fe'l deysan? Ha menda fe'l qopdimi? Fe'lni jo'lab qatlama qo'yding-ku xotin. Ha uyga 10 kilo guruch olib kelsam 8 kilosi lozimanda ketadi. Qani endi quruq guruch bilan qudilsam, yoniga go'sht olish kerak, sabzi, piyoz olish kerak, ustiga bir kiyimli qo'yish kerak. Ilgari chiti bo'lsa ham olib ketaverarding. Hozir shoyiga ham o'shshayib turasan. Gapirmang, shunaqangi uxlab ahyonni bir bo'ladim bo'lmaydim, shuni ham gap deb gapirasiz dadasi. Ahyon deysan? Ha kunda kunora bo'lib turibdi-yu. Bironta qarindoshing vog'izga chiqib qaytib kelsa ham oshxomi? Hushyorxonaga tushib chiqsa ham oshxomi?